Sizlar ham oyiga 3000-4000 dollar topish xohlaysizlarmi? Hozir kurs sotadi deb o'yladinglar? Yo'q. Men sizlarga haqiqatni bepul aytib beraman. Men hozir Beeline'da sun'iy intellekt mutaxassisi va dasturchi bo'lib ishlayman. Bu holatga qanaqa qilib yetib keldim? O'zimning yo'limni sizlarga qisqa qilib aytib beraman. Birinchi navbatda men o'zi yoshligimdan telefonlarni kovlab tuzatib, shunaqa narsalarga qiziqardim. Shu texnologiyalarga juda ham qiziqardim. Katta akam dasturlash sohasi bor deb meni yo'naltirgan. Men keyin dasturlash sohasini o'rganishni nimadan boshladim va qanday boshladim? Men birinchi web dasturlashdan boshladim. Web dasturlash chunki dasturlash sohasiga kirishga juda oson, eng oson yaqin yo'l dasturlash. HTML, CSS, JavaScript shularni o'rganishdan boshladim men. Men hech qanaqa pulli kursga bormaganman. Juda ko'pchilik so'raydi, qayerga boray, o'qiy. Hech qanaqa pulli kursga bormasdan o'qisa, o'rgansa bo'ladi. O'rganganingizdan keyin где-то 6 oy kamida o'rganishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin kamida 6 oy tekinga biror joyda ishlang. Chunki boshida hech kim sizga katta pul bermaydi. 6 oy kamida tekinga ishlashingiz kerak. Undan keyin o'sha kamgina oyligi bo'lsa ham ishga kirsangiz bo'ladi. Bu ham faqat sizni o'sishingizga yordam beradi. Boshida katta pulga uchish kerak emas, kam pulga oyligi ishlasa bo'ladi. 3-4 yilda bemalol 1-2-3-4 ming maoshga yetib kelishingiz mumkin. Men 10 yilda yetib keldim, lekin siz juda ham tez, bundan ancha tez yetib kelishingiz mumkin. Bunga sizga hozir sun'iy intellekt yordam berishi mumkin. O'rganadigan istuvchilar juda ham ko'p. Prompt engineering birinchi istalgan soha bilan parallel o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa hozir prompt engineering. Prompt engineering va sun'iy intellekt sohasidagi boshqa foydali ma'lumotlar, yangiliklarni men har doim Telegram kanalimda berib boraman. Telegram kanalim profilimda obuna bo'lishni unutmang, Instagramga obuna bo'ling.